Assalomu alaykum Yulduzjon. Yulduz emas o ekansiz, go'zalligiga bu ekansiz. Yulduzjon yaxshimisiz? Sog' salomatmi? Bardan baquvvatmi? Kuyov bola, qiz o'g'illaringiz yaxshimi? Sog' salomat yuribsizmi? Bolam sizga bitta minnatdorchiligim bor edi. Men hech sizga tusholmayman. Bir nimangizga yozib qo'ydim, ovozli qarab hech javob kelmadi. Men bilmayapmanmi, tushunmayapmanmi, qayerda kirishni bilmayapmanmi deb o'yladim o'zimcha. Xudoga shukr bir xabar keldi. Hay bolam, birinchisi Allohdan sizlarni sababchi qilib qo'ygan ekan. Baraka toping siz ham, Nafisa ham baraka topsin qizimjonim ham. Sizlar borlaringizga shukr. Agar esingizda bo'lsa, mana shu barmog'imning qo'l tomoniga, mana suyakchaning ustiga ikkita petno paydo bo'lgan edi. Ikkita qo'limga ham bor edi. Krem sursam ko'rinmas edi, atak bilinib ko'rinib turar edi-da. Go'y vaqtlar krem surtaydim, go'y vaqtlar astagina tuflab hul qilib qo'ysam bilinmas edi. Go'y vaqtlar qandaydir bilinib turaydi. Agar krem surtmay qo'ysam bir joyga chiqib bo'lsa, o'zim uyalib qolaydim. Sizdan konsultatsiya oldim, shu bilan qaysi ko'z bilan qarayki yaxshi bo'lib qoldi bolam. Siz ham hay baraka toping, Nafisa ham baraka topsin. U to'lov qilibdi-yu, men konsultatsiya oldim, shu bahonaga men yaxshi bo'ldim. Hay siz ham, qizim ham, Nafisa ham baraka topinglar, qo'shcha qaringlar. Bolalaringizni hozir harovatini ko'ringlar, dunyo boricha yashanglar. Charchamang. Menda bir iloj qilingki, men ham bir sizni chatingizga bemalol kirsam, eshitamanmi, nima qilamanmi qizimjon? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat.